Esselamu aleyküm. Hürmetli qadri baland zamandaşlarım, var mısınız, aman mısınız, sağ salamat mısınız? Sizlerge sağlık, amanlık tilegen halda bugünkü yayınımızı başlayımız. Bugünkü yayınımız mevzusu açlık. İlk seansda qancha vaqt aç yurish mumkin? Shular to'g'risida sizlar bilan maslahatlashamiz, gaplashamiz. Aziz do'stlarim, aziz zamandaşlarım, birinchi marta ochliq seansi o'tkazayotgan kishi 10 kundan ortiq och yurmasligi kerak. Ochliq tajribasi bir necha yildan beri uzoq vaqt ochliq seanslarini o'tkazib yurgan mutaxassis nazoratida o'tkazilgani maqsadga muvofiq. Ochliq avvalo organizmni ilmiy tozalash usuli bo'lib, uni oldindan o'ylab o'tkazish zarur. Ilmiy tekshirilgan bo'lishi kerak. Mutaxassis ochliqni qachon to'xtatish kerakligini biladi. Ochliq o'tkazayotgan odam buyraklari faoliyatini nazorat qilib turadi. Buyraklar toksik zaharlarni qondan chiqarmoqda. Sidiklar kuniga bir nechta marta tekshiriladi. Agar haddan tashqari ko'p miqdorda toksik zahar chiqsa, buyraklar zo'riqishini oldini olish maqsadida ochliqni to'xtatish mumkin. Mutaxassislar birdaniga 30-40 kunlik ochliq o'tkazish kerak deb aytishmaydi. Men ko'pincha odamlarda ochliq o'tkazishni 21-25 kunga mo'ljallab boshlardim. Lekin 6 kundan so'ng organizmdan katta miqdorda toksik zaharlar chiqa boshlasa, sabab ochliqni to'xtatishga majbur bo'laman. Och yuruvchi odam tabiiy ovqatlanishga o'tadi. Tajribasiz mutaxassislardan qancha vaqt och yurilsa ichki tozalanish shuncha kuchli bo'ladi deb eshitganman. Bunga ishonmayman. Chunki hozirgi zamon madaniylashgan inson eng kuchsiz maxluq. Tangri yaratgan maxluqotlar orasida hech bir inson kabi tabiat qonunlarini ko'p buzmaydi. Siz bilib oling. İnson tabiat qonunlarini buzishga haqqi yo'q. Bu bilan o'z-o'zini vayron qiladi. İnson sog'liq va uzoq umr ko'rish haqidagi maslahatlarga juda ishonuvchan. Kasallik shifokorlarga, operatsiyalarga, dori-darmonlarga to'lanadigan tovon, hammadan ko'p sanatoriy, klinikalar, tuzaluvchilar uchun uylarga kim egalik qiladi? Biz kimlar eng ko'p aspirin tabletkalari va boshqa og'riq qoldiruvchi dorilar qabul qiladi? Biz. Menimcha aspirin tozami yoki boshqa dorilar bilan aralashmi inson organizmi uchun xatarli hisoblanadi. Uni qabul qiluvchilar jiddiy xavfga duch kelishi mumkin. Shu sabablarga asoslanib men uzoq vaqt ochliq o'tkazish samarasiga ishonmayman. Agar u yaxshi mutaxassis nazoratida o'tkazilayotgan bo'lsa ham, inson faqat noto'g'ri ovqatlanish zaharlaridagina emas, balki avvallar ko'plab qabul qilgan dorilar qoldig'i ta'siridan ham vafot etadi. Men kam muddatli ochliq seansini o'tkazib yaxshi natijaga erishganman. Uzoq muddatli ochliq seanslarini kuzatgan bo'lsam ham, haftasiga 24-36 soat ochliq seansini o'tkazib och yuruvchilar haqiqatan ichki tozalanishga erishadi. Hech qanday nonushta kerak emas, faqat meva iste'mol qilish lozim. İnson sog'lom bo'lib uzoq umr ko'rishni istasa, o'zini ochliqqa tayyorlaydi. Oyiga 3-4 kun tabiiy ozuqa iste'mol qilib, buni bir necha oy davom ettirishi mumkin. Haftasiga 1 kun ochliqdan so'ng yana oyiga 3-4 kun ochliq seansi o'tkazib, bu 4 oy davomida qaytarilib borilsa, inson endi faqat 8 kunlik ochliq seansini o'tkazishga tayyor bo'ladi. Bu vaqtga kelib haftasiga 3-4 kunlik ochliq seansi va keyingi natural ozuqa iste'mol qilish hisobiga organizm ancha tozalangan bo'ladi. Endi 6 oydan so'ng 8 kunlik ochliq seansini o'tkazish oson kechadi. Birinchi 8 kunlik ochliq seansi ajoyib natijalar beradi. Yaxshi ichki tozalanishga erishiladi. 6-8 oy o'tkazilib 10 kunlik ochliq seansiga tayyorlansa bo'ladi. Bu bilan inson o'z organizmini har bir hujayralarini tozalashga erishadi. Qancha vaqt och yurish mumkin? Odamlar o'z qisqa hayotlarining ko'p vaqtini o'z-o'zlarini vayron qilishga sarflaydilar. Men hayotda nimani istashimni bilaman. Bilamanki, sog'liq va uzoq umr pulga sotib olinmaydi. Sog'liq va uzoq umrga teng keladigan boylik bo'lmaydi.
Men yiliga 365 kun o'zimni juda sog'lom his qilaman. Menda hech qanday og'riq yoki tana charchog'i sezilmaydi. Buni menga hech kim sovg'a qilmadi. Sog'lom hayot tarzi hisobiga bunga men o'zim erishdim. Tez ochliq seansini o'tkazsangiz, shunchalik ko'p ochliq seansini o'tkaza olasiz. Men sizning ochliq seansingizni 10 kun bilan chegaralab qo'ymoqchi emasman, lekin 10 kunlik ochliq seansini 4 oylik interval bilan 6 marta o'tkazmaguningizcha ochliq seansini 10 kundan oshirish maslahatini bermayman. Yaxshigina tajribaga ega bo'lganingizdan so'ng 15 kunlik ochliq seansiga o'tishingiz mumkin. Bu bilan siz ulkan tozalanishga erishasiz. Siz endi bunday ochliq seansidan nima kutishni bilasiz. Shaxsan haftasiga 24-36 soatlik va yiliga 4 marta 7-10 kunlik ochliq seanslari men uchun yetarli deb hisoblayman. Men haftasiga 12 marta ovqatlanaman. Yo'qsa undan ham kam, chunki ochligimni sezmagunimcha ovqatlanmayman. Yana qaytarib aytamanki, ochliq seansining davomida uzoq vaqt och yurishdan mutaxassis ko'rsatmalaridan chetga chiqish yaramaydi, aziz zamondoshlarim. Men uzoq muddat ochliq seansini foyda berishiga uncha ishonmayman. Shuning uchun zarurat bo'lmasa mutaxassislar nazoratisiz uzoq muddatli ochliq seansiga o'tkazmasligingizni maqsadga muvofiq deb bilaman. Eng yaxshi natijaga erishish Angliyada 30 kunlik ochliq seansini samarali deb hisoblashadi. Bunday ochliq seansini ingliz shifokorlaridan nazoratda ko'p vaqtni o'rin ko'rpa qilib o'tkazishadi. Ularga vaqti bilan bir necha daqiqalardan turib yurishga ruxsat beriladi. Germaniyada 21 kun, Fransiyada 14 kundan ko'p emas. Amerikada esa 30 kun eng yaxshi muddat hisoblanadi. Yana bir marta qaytaraman. Agar siz 10 kundan ortiq ochliq seansini o'tkazmoqchi bo'lsangiz, siz albatta shifokor mutaxassis nazoratida bo'lishingiz kerak. Agar organizmdan zaharli moddalar chiqishi og'ir kechsa, ochliqni qachon to'xtatish kerakligini bilmaysiz. Mutaxassis ochliqni qachon to'xtatishga zarurligini sizga aytadi. To'g'ri ovqatlanish bilan qisqa ochliq seanslariga hamda ular orasida to'g'ri turmush tarziga ishonaman. Mana mening ochliq qoidam. Avvalambor biz tabiat bilan bog'liqmiz. Har birimizda qo'rquv alomatlari ko'p. Agar siz avval ochliq seansini o'tkazmagan bo'lsangiz, haftasiga 1 kunlik 24-36 soatlik ochliqdan boshlang. Keyin siz 3-4 kunlik, keyin 7-10 kunlik ochliq seanslarini o'tkazing. Shunda siz irodangizdan faxrlanasiz. Siz to'la ichki tozalanishga qisqa ochliq seansi bilan erishasiz. Esda tutingki, buni davomli bajarish lozim. Yana qancha ko'p och yursangiz, tanangiz shunchalik ko'p tozalanadi. Shu bilan birga ochliq seanslari orasida to'g'ri turmush tarziga rioya qilish talab etiladi. Bu mavzuda sizga beradigan eng yaxshi narsa to'g'ri ma'lumot. Bunga ishonish esa o'zingizga bog'liq, aziz zamondoshlarim. 24 soatlik ochliqni to'xtatish, 24 soatlik ochliq seansingizni nonushtadan nonushtaga yoki tushlikdan tushlikkacha faqat distillangan suv bilan o'tkazishingiz mumkin. Agar istasangiz 1 stakan distillangan suvga choy qoshiqning 3dan 1ga teng toza asal hamda 1 choy qoshiq limon sharbati qo'shishingiz mumkin. Bu organizmdagi zaharli moddalarni eritishga yordam beruvchi kuchingizni saqlaydi. Bundan tashqari suv ta'mini yaqinli qiladi. Yuqorida aytilganidek zaharli moddalarni eritadi. Buyrak orqali tozalanishga erishiladi. Buyraklar ochliq seansida muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun bu vaqtda ko'proq distillangan suv ichish zarur. Siz buyraklar yordamida chiqarib tashlangan zaharlar va kristallarni o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Barcha hayot kuchingiz va asab energiyangiz endi eng yuqori rejimda ishlay boshlaydi. Chunki endi chaynash, maydalash, ishlash, o'zlashtirish va chiqarib tashlashga juda kam energiya sarflanadi. Tez och yurish hisobiga organizmdan avval qabul qilingan turli dori qoldiqlari ham chiqarib tashlanadi. Bolaligimdan men turli kasalliklar bilan og'riganman. Tomoq bezlari yallig'lanishi, bronxlar shamollashi, o'pka shamollashi, qizilcha va boshqalar. Menda har xil dorilar qabul qilganman. Ayniqsa Kalamel nomli dori simab asosida tayyorlangan edi. Shveysariyadagi sanatoriyada davolanib sog'lig'im tiklangandan so'ng men ochliq bo'yicha
doimiy dastur asosida ish olib bordim. U hozirgacha davom etmoqdaman. Men haftasiga 24 soat, yiliga 4 marta 7-10 kunlik och yurardim. Har 10 kunlik ochlikdan so'ng bir oy kechirasizlar. Oy organizmda dam berardim. Ochlik davrida faqat distillangan suv ichardim. Bu rejimda 5 yil bo'lgandan so'ng 20 kunlik ochlikka o'tdim. Shunda menda mo'jiza ro'y berdi. Bu 10 kunlik ochlikning 7-kuni edi. Men toza havo, oftob nurlaridan maza qilib daryo bo'yida ketayotgan edim. Birdaniga oshqozonimda qattiq og'riq sezdim. Arang manzilga yetib borganimdan to'g'ri ichakda og'riq va sovuq narsa sezdim. Bu o'sha yoshligimda ichgan kalamel dorisidan qolgan simob edi. Tushgan simob miqdori kichik choy stakanining 3dan 1 qismicha edi. Shu kundan boshlab sog'liq so'zining eng oliy ma'nosini tushunib yetdim. Ruhiy, axloqiy holatingizni yuqori darajada saqlang. Siz sog'lom, tetik va yosh tanani vujudga keltirayotganingiz haqidagi fikr sizning ruhiy, axloqiy holatingizni yuqori darajada saqlab turishga undaydi. O'zingizga nisbatan achinish hissiyotiga berilmang. Salbiy fikrlarni o'zingizdan haydang. Ochlik davrida quyidagi fikrlarga ishonch bilan qaytaring. Men eng katta kuch, ichki tozalanish va yangilanish kuchiga murojaat qilaman. Ochlik davrining har bir daqiqasida organizmdan zaharli moddalar chiqib ketmoqda. 3 soat sayin organizmda o'zini tozalamoqda. Esingizda tuting, bu fikrlarni organizmning har bir hujayrasiga yetkazib singdirishingiz zarur. Har qanday fikr hujayralar orqali ro'yobga chiqadi. Siz ochlik seansini o'tkazmoqchi bo'lganingiz haqida yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz bilan maslahatlashmang. Siz salbiy reaksiyaga duch kelishingiz mumkin. Organizmdan toksin va zaharli moddalar chiqayotganda, qon tozalanayotgan vaqtda siz o'zingizni a'lo darajada sezmaysiz. Albatta, hammasi o'tib ketadi deb o'zingizni qayta tasalli bering. Maqsadingiz yo'lida qattiq turing. Ajoyib natijalarga erishasiz. 24 soatlik ochlik oxirida birinchi iste'mol qiladigan ozuqa yangi uzilgan sabzavotdan salat, qirg'ichdan o'tkazilgan sabzi va karam. Unga apelsin yoki limon sharbati biroz qo'shilsa, ta'mi yoqimli bo'ladi. So'ngra pishirilgan sabzavot iste'mol qiling. Masalan, dimlangan pomidor. Ular kislota paydo qilmaydi. Agar siz shakar va oq non qo'shmasangiz, albatta siz turli ko'katlar iste'mol qilishingiz mumkin. Shpanat, karam, qovoq, seldir, loviya, fasol va hokazo. Esingizda bo'lsin, ochlikdan so'ng hech qachon go'sht, baliq, pishloq, sariq may, yong'oqlar va shunga o'xshash ozuqa iste'mol qilmang. Sizning birinchi ovqatingiz salat va unga nisbatan 5% pishirilgan sabzavot bo'lishi kerak. 24 soatlik ochlikdan so'ng 2 kun o'tgancha og'ir hazm bo'ladigan taom iste'mol qilmang, aziz zamondoshlarim. 3-7-10 kunlik ochlik seanslari. 3 kunlik ochlik seansini yaxshi sharoitda o'tkazishingiz kerak. Zaharlar organizmdan chiqayotganda dam oling. Siz bu vaqtda kitob, gazeta, jurnal o'qimang, radio eshitmang, televizor ko'rmang. Sheriklaringiz bilan birga vaqt o'tkazmang. Karavotda yoting. Ayniqsa biroz betoblik sezsangiz, bu betoblik davri zaharlar qancha tez chiqsa, shuncha tez o'tib ketadi. Esingizga solaman, ochlik seansi uzoqroq davom etsa, buni ularning salbiy atrofdagilar sir tutishni unutmang, chunki ular salbiy ta'sirni sizga ham yomon ta'sir o'tkazishi mumkin. Uyingiz tinch bo'lsa, biror joyga ketishingizni hojati yo'q, lekin dala hovliga o'xshash tinch havoli va hech kim yo'q joyda ochlik seansini o'tkazishingiz eng yaxshi natijaga erishasiz. 3 kundan 10 kungacha yoki undan ham ko'p vaqt ochlik seansini o'tkazayotgan bo'lsangiz, o'zingizni operatsiya stolida ko'ring. Karavotda dam olish muhim, chunki sizning hayot kuchingiz bu vaqtda toksin va zaharlarni chiqarishga, organizmni tozalanishga sarflanadi. Agar biroz aylanib kelishni istasangiz, bunga kuchingiz yetsagina chiqing. Uzoq vaqt quyosh nurlarida tovlanmang. U kechirasizlar. Sizning asab tizimingizga salbiy ta'sir qilishi mumkin.
Agar uxlay olsangiz, qancha ko'p uxlasangiz shuncha yaxshi. Agar uxlay olmasangiz, hech narsa to'g'risida o'ylamasdan yoting. Miyangizga dam bering. Keraksiz fikrlardan xoli qiling. Shuning bilan aziz zamondoshlarim, bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashamiz. Sizlarga sog'lik, omonlik tilagan holda efirda Qulizboy Rozmetov. Xo'sh, xayr.